Assalomu alaykum. Assalom, keling. Kitob topshirmoqchi edim. Ha. Men Jorj Orwell'da Molxona kitobini o'qidim. Bu juda ham qiziq kitob ekan. Aslida ingichka bo'lishiga qaramasdan bunda ozodlikka erishishni ro'kach qilib, hokimiyatga chiqishni maqsad qilgan cho'chqa haqida ekan. Xullas, molxona hayvonlarni to'plab, ularni birlashtirib, yangi qonunlar yaratib, odamlardan ayirar ekan, odamlardan ayrilib o'zlari mehnat qilishar ekan. Hamma chiroyli ketar ekan, keyin 1-2 marta urush bo'lganda molxonalari buzilar ekan. Shuni hisobiga qattiq mehnat qilishiga to'g'ri kelsa ham, zato biz o'zimiz uchun, mustaqil bo'lganimiz uchun qilyapmiz. Odamlarga xizmat qilmayapmiz degan unaqa bilan tinmasdan mehnat qilishar ekan. Juda ham ajoyib kitob ekan, lekin oxirida hamma iziga tushib ketgandan keyin cho'chqa o'zini bolalarini ustun qo'yar ekan. Qo'shimcha ularga imtiyozlar berar ekan. Keyin bazmi jamshid qilishar ekan. U yerda ichishar ekan, cho'chqalar mazza qilib o'ynashar ekan, lekin asha oddiy xalq yana derazadan tomosha qilib turar ekan. Odamlarga xizmat qilsa ham shu, ya'ni cho'chqaga xizmat qilsa ham ayni bir narsani bo'layotganini ko'rsatib bergan. Juda ajoyib kitob ekan. Hammaga o'qishini tavsiya etaman.